Sabahtaş yaxshi turdinglarmi? Mana cho'qim yaxshi turyapsizlar. Aram elyapsizlar yaxshi. Bugun biz shu 3 qadam deb yozib qo'ydim endi. Bu 3 qadam degan bir hikoya endi. Shu proksiya deganni men taxim ichkirilab tushuntirib qo'yishim kerak sizlarga. Chunki yo'tkash va proksiyadan iborat bu ikki narsa intayin muhim narsa bu. Bunu sizlar bağlansız çünkü biz neçe vaqtni yag'ib dedik. Men burunmi degan bilim son bilan emas, cho'nqurliklar o'lchindi deganchi men. Hamma daqiq bilimlik odam bek jiq narsalarni bildigan odam emas, bir narsani jiq bildigan odam. Bir narsani jiq bildigan odam bilimlik deymiz. Ammo hargizmi jiq narsani yuzaki bildigan odam emas. U degan uchur. Amaliyatim dunyoda shu bir narsani jiqroq bilish kerak. Jiqroq bilish kerak degan nima esa cho'nqur bilish kerak. Sizlar proksiya va yo'tkashni biz keyin yana so'zlaymiz. Bunu bilgensiri, tushungensiri ajoyib ichilib ketisizlar. U chaqda siz proksiya va yo'tkash degan gapni intayin umumyuzlik bir narsa kerak. Hatto psixologiyaning jenikkerligi, psixologiyaning emas, hayotning jenikkerligini shu vaqt tushunib qolsalar. Albuki garchi yo'tkash va proksiyani boshqalar qaraganda sizlar cho'nqurroq bilgan bilan, ammo asli bilish tegishli yana cho'nqurligi bor degan gap buning. Shunga men ma'ni yana bir nuqtadan sizlarga so'zlab beraman. Bu 3 qadam degan bir hikoya bo'lib, burun bir general var ekan. General bu shu askarlarni hamda mashq qildirman deb yig'ibdi-da bir tog'ning bag'riga. Yig'ib. Onda esa bugungi mashqimiz shu tog'ning ustiga chiqish mashqi. To'xtab qilishga menish qo'ymaydi. Jug'ribli chiqsizlar. Kim shunga jur'at qilib chiqalaydi deyishiga darhol bu generalga bir